Kariz qaynonam ertalabdan 5 kishilik ramyon pishirishni boshladilar. Kariz xolamiz bilan pochamiz esa qaynokamni armiyasiga yuklarini olib kelishga ketishdi. O'g'limga esa ertalabdan shunaqa qora ramyon pishirib beradigan bo'ldik. Qaniydi biz yashayotgan uy ham shunaqa katta, keng bo'lsa, o'g'lim bilan maza qilib o'ynagan bo'lardi. Va nihoyat qaynokamni armiyasi tugab, yuklarini olib kelib oldi. Bu yerda Kariz xolamiz menga hamma ramyonga suv quyib chiq deb topshirib ketishdi, lekin qaynonam yonimga kelib, menga ber, yuragimni siqmasdan deb so'kib beryaptilar. Sen juda ham sekin qimirlayapsan, men tez-tez qilib qo'yaman, menga ber deb olib qo'ydilar. Kariz qaynokamga ertalabdan go'shtlarni qovurib, issiqqina guruch bilan berishdi, qolgan hammamiz esa ramyon bilan kimchi yedik. 2 yoshli o'g'limga qora ramyonni tayyorlab berdik, yeyishini qaranglar. Bu turishda onasiga o'xshagan mukbangchi bo'ladi-yu. Shu sayohatimiz davomida yegan hamma ovqatimizni uydan ko'tarib kelganmiz. Agar ko'chada ovqatlansak qimmatga tushadi deb Kariz xolamiz bilan pochamiz o'zlari ishlayotgan marketdan arzonroq narxga narsalar olib kelishgan. Har safar sayohatga chiqqanimizda Kariz qaynonam bilan birgalikda Lovin brendining mini naborini olib olamiz. Chunki bu mini nabor kichkina bo'lganligi uchun juda ham qulay va ichida hamma narsasi bor. Ichida penka, toner, krem va hattoki 24 soatlik SPF gacha bo'lganligi uchun qaynonam bilan maza qilib ishlatyapmiz. Ertalabdan ramyonlarimizni yeb olib, yuklarimizni olib, endi yana boshqa joyga aylangani ketyapmiz.